Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Shu bir xil payti hayolimga kelib ketadi-da, shu yoshlarga kimdir nima ish qilishim san bo'ladi deb o'ylab qoladi-yu, ayrim payti. Daraxt qaranglar qanday chiroyliligini. Bodom daraxt baribir go'zal-da, boshqacha. Qishloq hayot. Musichalarni ovozi, ayniqsa mana kurka jo'jalarning ovozi eshitilyaptimi sizlarga? Shunda dadam rahmatli aytganlar-da. Bolam, oldin qilib yurgan ishingni qilgin. O'zing qo'lingdan keladigan ishni qilgin. Keyin ko'p mana bu insonlardan eshitamiz. Aytishadi, shu kimdir nimadir biznes qilgan bo'lsa, o'xshasa, qanaqa bir foyda topgan bo'lsa, shunaqa ishlarni qilish kerak deb o'zim ham shunga amal qilaman, albatta. Mana qo'y boqadiganlarni ko'raman. Hozir qishloq sharoitda yashayapmiz. Shaharda ham yashadik, hozir ham borib turamiz. Lekin bir narsaki, hamma ko'ngilga ham qarash kerak. O'ziz yoqtirgan, o'ziz yaxshi ko'radigan ish hamma aytadi bu gapni. Albatta shu ishni qilish kerak. O'zining natijasini beradi-da bu. Amaldan o'tgan, sinovdan o'tgan, o'ziz sinovdan o'tgan ishlarni qilsangiz, albatta ijobat bo'ladi, amalda o'tadi. Ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi? Tani joyingizda sog' bo'lsin. Videolarni tomosha qilamiz. Nonlar pishyapti, qishloqda zo'rda. Mana adlerlardan xonadoningizga 10 tagina boqib qo'ysangiz, tuxum beraveradi. Bular 4-5 yil davomida yaxshi tuxum beradi. Mana xudo xolasa bularni ham tuxumlardan sotuvga yo'lga qo'yamiz. Tuxumga kirishni boshladi. Soni kam, lekin effekti yaxshi. Mana ustlari kir bo'lyapti, xo'rozlar bosyapti, urug'lanyapti. O'zimiz ham yaqinda qo'yamiz inkubatorga tuxumlarni. O'shtiramiz. Bu yerni bo'shatib, xudo xolasa, bugun tug'iladi, hali keyin tug'iladi. Bo'shatib, svitni tomonni o'shab qo'yganman. Endi jo'ja boqamiz bu yerda. Mana adlerlarimiz. Sabzini maydasi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, salomlar ishqibozlari. Indik kurka ishqibozlari. Mana biroz 7-8 jo'jalarimiz keldi, mehr bilan boqyapmiz. Xudo xolasa, ro'za Ramazon oylarida charchamasdan yuribsizlarmi? Hammalaringizni ya Xudo quvvat bersin. Mana birozalarimiz. Bularga talab ko'payib ketdi. O'zimizda ham manzil Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida. Xudo xolasa buni hozir to'ylarga olib boqishyapti. Uy sharoitida qurbi yetgancha har bir xonadonda 4 ta, 5 ta kanikulda bolalariga olib bersa, ular boqib o'sha uyda qo'shimcha daromad olib keladi. Ya'ni tabiiy go'sht, tabiiy mahsulot. Juda effekt yaxshi, emlangan, to'liq vaksinatsiya qilingan bular. Bir umrlik o'sha kasalliklarga qarshi vaksinatsiya qilingan. Uni birinchi qo'ydan oldik, o'zimiz boqyapmiz, 20 kunga qadar sotiladi. Bularga mana beradiganimiz endi mana bu ismi tushib ketdi. Shu ishtahasini ochib 3 kun 4 kun beriladi-da. Betaptikadan oldik. 1 gram 1 litr suvga, qaynatilgan, sovutilgan suvga berib qo'shilib mana shunaqa rang bo'laydi. Beryapmiz. Keyin undan keyin xudo xolasa mana bundan beramiz, musidan. Bu enroflaksatsiyaga o'xshagan narsa, bu ham o'sha multivitamin hisobida ketaveradi. Bu ham 1 gram. Uni doim berib tursa bo'ladi buni. 1 litr suvga 1 gram qo'shib beriladi.
Mana bundan keyin. Buni boshqa kun beriladi-da. Ikkalasini birga berib bo'lmaydi. Buni boshqa kun. Terishni boshlaymiz keyinroq. Hozircha mana bundan beryapmiz. Hozir ishtahasini oshib, immunitetini ko'taradigan. Endi nomlar har xil ko'payib ketdi, ishlashib ketdi. So'rasa yetab kelib beradi. Boqish qiyin emas bularni. Endi refleksatsiyani ham berishimiz mumkin. U ham antibiotik yoki axlatlarni yeyishga qarshi biz undan berishga hojat qolmadi, chunki o'sha o'zimizni eski yo'nalishda setkaga boqyapmiz. Lampochka mana ko'ryapsizlar, bunaqa led. Lekin pechga yoqib qo'yganmiz, gazli pechga bu xonadan o'tadi. Issiqligi yetyapti, normal. Bir dona lampochka ham qo'shib qo'yganmiz. Sovuq bo'lsa qo'shamiz. Kichkina joychaga etajga qilib boqyapmiz. Xudo xolasa bular har bittasi 15 kilo, 20 kilogacha vez qiladi. U sharoitda boqsa, xo'rozlar. Baqiyolari 10 kilogacha, 12 kilogacha boqadi. Chunki o'zim 2 yil boqib tajribadan o'tkazdim. Oldin faqat jaydar indik boqardim. Shuning uchun mana yana ko'p olib keldik. Chunki o'zimizga shu bozorda ishlaydigan opalarimiz zakaz qilishgan. Xudo xolasa to'ylariga boqishar ekan. Buxorodan ham, Navoiydan ham zakaz qilishyapti. Kerak bo'lsa qo'ng'iroq qilishadi. Zakaz qilishgan. Mana 20 kunga qilib sotuvga chiqaramiz. Chunki o'zini yaxshi tutib oladi, vaqt bo'lib oladi. Mana o'zi qatiq degandan keyin bular hammasi o'zi sig'mayapti. Bularni yana bir etajga pastga tushirishim kerak, chunki ovqat ishtaha bilan yeyapti. Boyagi doridan bir mahal beraman bo'ldi. Qafasga qo'yganman. Yuriydi, aylanib bemalol. Suvcha deganlarni bunaqa idishlardan qo'yganman. 6 ta yetyapti. Har zamonda qarab qo'yamiz. Yaxshi katta bo'lishi zo'r. Sistemasi normal. Hammasi zakon. Mana bular yana bir etajga tushirish kerak-da. Sig'mayapti. Shu xullas meni ko'pdan beri kuzatib yuradiganlar bilishadi. Yevropaga ishga ketaman. Shuning uchun xonadonimizda ham ayollarimiz, uy bekalari olib bering dadasini. Yana kim ketirib beradi deb. O'zi haqiqatan ham shuni qarindoshlarimiz, tanishlarimiz foydasini bilishyapti-ku, ishini. Foydasini bilishyapti, shunga zakaz bo'lgan bular. Hammasi zakazga kelgan. Olaman deganlar 4 ta, 5 ta, 10 tagacha faqat kelib olib ketsanglar bo'ladi. Manzilda aytdim. Telefon raqamlarimiz 90lik 886 0976. Olib bitta yosh shishaga bitta lampochka solib qo'yib bemalol boqaversa bo'ladi bularni. Keyin 1,5-2 oydan keyin o'zi havola qisib ketadi, katakda yuradi. Bular birinchi partiya bular. Bular xudo xolasa avgustga tuxumga kiradi, makiyonlar. Shuning uchun birinchi partiyadan hozir qoladi, bizda bor. Mana. Hozir 15 kunlik bo'ldi bular. Shunaqa gaplar aziz do'stlar. Yangiliklarimiz mana shular. Bularni mana bu tagiga svitkali qilganman, oddiy mana. So'g'dan ko'rsanglar ham bo'ladi. Don yeydiganlar ham buni oddiy. Pulga qayirib o'zim yasaganman hammasini. Setka qotirganman, arzon setka. Bo'laveradi, axlat tushadi mana. Har kun bir marta aravaga solib tikib tashlaymiz. Apelka sepib qo'ydim, mana apelka. O'sha axlat tushgan payti bir xillar bo'ladi. Kechgina bitta tozalab qo'yaman, ertalabgacha shuning bo'ladi. 2 marta tozalayapman bir kunga. Endi barib gaz yig'iladi, axlatdan bilasizlar. Yig'ilmasligi uchun shunday qilyapman. Endi barib e'tibor berib qarab parvarish qilsangiz albatta yaxshi katta bo'ladi. Bularni endi bo'yi sig'maydi. Bularni endi 3-4 kundan keyin katta xonani remont qilib o'sha yoqqa bo'shataman. Hozir oqlab, dorilab deganda tayyorlasak, xudo xolasa bular ko'chadi.
Mana shunaqa qafasda boqsa ham bo'ladi. Endi kattaroq qilsanglar mana bu balandligini 50 santimetr qilsanglar, kattaroq bo'lguncha boqsanglar bo'ladi. Yeb, suvini ichib dam olib yotadi. Bularni qiladigan ishi shu. Ko'chaga sayr qiladigan payti yo'q hali bular. Faqat donini yeydi, suvini ichadi, yotadi. Hamma joyga suv ichadi. Bronza 708 jo'jalari.